bittasi 200 million pul tikib o'zini osib yuborgan. Nima ko'rasiz, Я aka? обращаюсь ко всем гонщикам Узбекистана, конкретно Санджику. Санджи, Xullas, o'rtoqlar bu bola hamma taniydi o'zi. Bir marta hype qilishdi, gonka deyishdi, o'xshamadi. Birinchi martasiga hamma tushundi bu maqsad nimaligini. Totalizator bolalar. Adinix bet sizlar bilgan. O'shani boshqa varianti. Buni bola maqsadi gonka emas, boshqa emas. Aldab yoshlarni Telegram kanaliga chorlab, o'sha tilkasiga kirib, o'sha o'yinni ishtirok etib, sizlar pulinglarni tortib olish. Uni maqsadi faqat sizlardan pul tortish. Aldab. Bolalar nol kirib qolmanglar, kashga kirib qolmanglar. Yaqinda yana yengili chiqqan o'qiydilarmi? Bittasi 200 million pul tikib o'zini osib yuborgan. Sizlarga shu narsa kerakmi? Eng asosiysi bolalar ilm olish kerak, ilm. Ilmdan keyin halol mehnat qilish kerak. O'rtoqlar, esingizda tursin. Gullamaysizlar buni olib ketilar.